Assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilar. Biz bugun Ohangaron shahridamiz. Bu yerda bizning tugallanmagan obyektimiz bor. Biz ushbu obyektimizga 9,5 metrlik stelajlarimizni o'rnatib beryapmiz. Ushbu stelajlarimiz 5 etajdan iborat bo'lib, har bir etajimiz 3 tonnadan yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan. Agarda sizga ham ushbu turdagi katta ob'yomdagi yoki kichkina ob'yomdagi stelajlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Innotek Investga murojaat qiling.